Birinin shahrida katta magazin sotiladi. 4,5 sotik do'stlar. Magazinning o'zine kelsak 12 ga 12. Polni remontlanib chiroyli bo'lib turibdi. Oynalari plastik, ishlari temir eshik, ishlari polni remontdan chiqib turibdi. Bu yerda do'stlar suvdan, to'qdan, gazdan problem bo'lmaydi. Hamma narsa soz. Dokumentlar ham soz. Polni atlaringizni o'tirib beraveradi. Arendlarga kelsak, arendarimiz Beruniy shahri Kalsavoyning yanında joylashgan. Bir yog'imiz Kalsavoy, bir yog'imiz Oks kafe do'stlar. Yaqinroq yerda magazin yo'q do'stlar. Polni magazin etib ishlasangiz bo'ladi. Oldinda yeri bor. Arka tarafında ham yeşil zonaları var dostlar. 4 reis taş padarka deydi. Ketdik kichina kiramiz. Bu yoqda kichina magazin etib solib qo'yibdi. Kichina magazin. Ana yoqni yashasangiz bo'ladi, bu yoqda magazin etib qo'ysangizlar bo'ladi. Magazin mestasi ham katta. Примерно 4 ga 7. Bu yoqimizda 4 xonasi bor. Har bir xonasini 3 dan 4 dan razvedka qo'yib tashavergan. Примерно 3 ga 4. 3 ga 5. Yevromontaj pajornenilari. Bu yoqda tualet banyasi uchun oddiy turbalar qo'yilgan ekan. Yana bir xonasi qolib ketdi do'stlar. Bu yoqda kichkina koridor. Buni ko'rsatmayapmiz. Bu yoqda da hadovr yeri bor ekan do'stlar. Yashil zona. Polni igorasizlar. Bu yoqda ko'tarib qo'ygan yeri bor. Bu yoqdan bir xona aytib qo'shib bersangizlar bo'ladi. Ikki etajliga moslashtirib solingan ekan. Dokumentlari natural ekan do'stlar. Turar etsangizlar ham bo'ladi ekan. 600-700 dollar bilan ishlasa bo'ladi deydi. Bahosini kelsak 40 ming dollar aytilishi, kelishilgan narsa sotiladi.